Tak, bugün Sirajbek'te studiyasına geldik, hurmatli obunachilar. Toza açılgan to'y va bazmlarimizni chiroyli qilib tasvirga olib beradi. Bugun shu yerda reklamalarimiz, xudo xolasa videoni kuzatib boraversangizlar, ko'raverasizlar. Sirajbek bir narsa deyver. Nima deymiz? Necha so'm bir to'y olish? To'ylar hozir 3,5-4 million bo'lib turibdi. Sen necha so'm qilib berasan? Buni xalqni o'ylab Boshqa yerda 3,5-4 million so'm, ha? boshqa yerda Sendan necha so'm bo'ladi? 3 milliondan hamma narsasi ichida bo'ladi. Qizig'an, to'y, darak, hammasi flash. 3 narsani sovib berasan shu. Albom ham ichida bo'ladi. Ha, albom bo'ladi. Shu Apple'da ichindami? Ha, buni ichida. 3,5 dedingmi? 3 million. Ha, 3 millionning ichida 4 narsa bo'ladi ekanda shunda. Baraka, qizig'ini, to'yi, albomi. Albom bor. Fleshka ham bo'ladi. Fleshka, xohlasangiz fleshka, xohlasangiz diskka zapis etib beradi. Mana shu Sirajbekka murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlari nima? Shu nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. 717 93 ga. Biz hozirgi vaqtda Yangi bozor sentridamiz. Xonsaroyning yonboshidamiz. Ko'na Pazarni ko'cha deb aytiladi bu yer. Shu yerda yo'l ustida bu. Bemalol shu yerga kelib, bemalol gaplashib, Sirajbekni o'zining telefon qilsangiz ham bo'laveradi, ha? Kelsagan narsa, bizlar. Sog' bo'lasizlar.